Hop, bugun sizlar bilan set mavzusini tanishib chiqamiz. Set bu takrorlanmaydigan qiymatlar to'plami. Hop, demak, bizda user set bo'lsa, new set setga ma'lumot qo'shish uchun ishlatiladi. User set.add John. Johnni yana bir marta qo'shib ko'ring. Konsolda user setni chiqarib ko'ramiz. Ko'rib turibsizlar, ikkinchi John qo'shilmadi, chunki faqat bunday qiymatlar unique bo'ladi. Hop, qaysidir qiymatga ega yoki yo'qligini tekshirib ko'rsak bo'ladi. Misol uchun user set.has tom. Demak, false, chunki tom qiymati yo'q buning ichida. Islom tekshirib ko'rsak true, chunki islom qiymat qo'shilgan. Size orqali ichida qancha qiymat borligini tekshirishimiz mumkin. Demak, ikkita qiymat bor. Delete orqali qaysidir qiymatni o'chirib tashlashimiz mumkin. Uchinchi konsolda qaytadan ko'radigan bo'lsak, demak, islomni o'zi jon qo'shib o'chib ketgan. Clear orqali polni tozalab tashlashimiz mumkin setni. Demak, ichida hech nima yo'q. Size bilan o'rgating. Hop, iteratsiya qilishimiz mumkin. Buni ham for of ishlatiladi unda. Value of user set console value for. Demak, mana iteratsiya qilishimiz mumkin. Qaysi holatlarda foydali bo'ladi? Aytaylik, arraydan duplicate elementlarni o'chirib tashlash uchun. Misol uchun, Islom, John. Unique make new set qilamizda, ichiga user set berib yuborsak, bu duplicate elementlarni o'chirib tashlaydi, bizga unique elementlarni qaytaradi. Obyektlarni ham o'chiradimi yo'qmi tekshirib ko'rmaganman. Bizlar shuni tekshirib ko'ramiz. Islom demak, bu obyekt bo'lsa o'chirib tashlanmas ekan. Numberlarni tekshirib ko'ramiz. 5. Demak, numberlarni o'chirib tashlaydi. Hop, mana shu bilan set mavzusini tamomlaymiz.